Мәсьәләне халыс көтөргән адам. Çin adam özdən halqıb turub qayg'uradi. Özünün təqdirini vətən, millətinin təqdiri bilan bağlaydı. Xatiramdan. Bərbad bo'lgan plan. 1987 yılı 5 ay Şimaldagi Bo'stonliq G'o'ldi shahri. Mahallalardagi eriqlardan shildirlab yiqayotgan suvni so'ygan yolpuz puriqi, kimlarningdir bog'laridan taragan jigdining xushbo'y hidi ko'pildab turadi. Mo'malaridan qolgan udum, org'amcha otlab o'ynayotgan qizchaqlarning tol notisidan jala solgan yoshlarda texchilar ro'shan aks etadi. Vallaychi balalarning qiqas cho'qanlari atrofni chang keltirdi. G'o'ldi shahriningovat bir ko'chasidan oqseriq, budra chashliq, cho'ng qo'ng'ir ko'zlik, oddiygina kiyingan 30 yoshlardagi bir yigit chiqdi. U Udul 7-o'rta maktabning oldiga kelib to'xtadi. Maktabning atrofini aylantirib qo'rshovga olgan temir rishotkalar mustahkam va ko'rkam naqshli edi. Rishatka ichiga tikilgan seringullar o'ppida ichilgan bo'lib, rishotkaning 3 burchak dugilak naqshlari orasidan qisilib sirtqa ko'pikdek chiqib turadi. Yigit xushbo'y serin hididan ko'ksini to'shqizib nafas oldida atrofni ko'z jamiga ilib nimalargadir diqlashga boshladi. U uzoq aylandi. Ondan keyin keskin burilib minib ketdi. G'o'ldi shaharlik muarif idorasining mas'uli Abduvali Muqit apandi ishxonada edi. Tushdan keyin soat 2dan oshganda eshik yenik chekildi. Kiring. Assalomu alaykum. Boyqa budra choshliq yigit salom bilan tang galinigacha qizirib ketdi. Va alaykum assalom. Oblimit O'shirajim, xush kelibsiz ukam. Hoy, mana ishni ko'mamdigan. Maktabning atrofida aylanib yurganida ko'zlaridan qat'iylik yig'ib, lavlarini ching himirgan yigit yuztuban qizlardekla qizirib o'diqib qoldi-ku. Abduvali apandi obro'yli peshqadam muarifchi. Yigitning bu kishini izlab kelishi maqsadli edi. Muarifchining qizg'in muomalasi Oblimitni sagitdi. Oliy maktablarga imtihon elib o'quvchi qabul qilish tizimi asli keltirilgani 10 yildan oshdi. Bir necha yildan buyon kuzatishimcha, ba'zi aqlli bolalar iqtisod kamchiligi tufayli o'rta boshlang'ich maktablardan chekinib o'tadi. Oliy maktab imtihonidan yaxshi o'tgan bolalarni o'qishga borolmay ko'chada qilib o'tadi. Men bir necha yildan buyon savdo qilib oz to'la pulliq bo'ldim. Shu puldan bir qismini o'sha bolalar uchun ishlatsam deyman. U bolalar o'zimizning bolalari-ku. Bu işte sizning maslahatingiz, yordamingizga muhtoj bo'lib keldim. Abduvali apandi bu oddiy yigitning ulug' planidan hayajonga cho'mdi. Hozircha 40 ming yenni ajratman. Planimcha 7-o'rta maktab qo'shilsa, soy tarafdagi bo'sh yerga bir nechta kichik uy, do'kon silib ijaraga bersak, ijarasini butunlay o'sha maktabga yetim nomrod bolalarning oliy o'rta maktablarda o'qishiga iona qilsak bo'ladi ukam. Qimmatli plan ekan bu. Men oraga tushay. Maktab bilan so'zlashay. 7-o'rta maktab bilan Abduvali Muqit apandi ko'p qatim so'zlashdi. Ijarasini bizga bersizlar. Biz nomrod o'quvchilarga maktabning boshqa ishlariga ishlatamiz deb ching turib oldi ular. Ikkilan ularni ko'ndiramadi. Shu chaqda Abduvali apandi Oblimitning barbod bo'lgan plani uchun ko'zlariga liqqida ochiq yosh og'anligini ko'rib qoldi. Oblimitning dadasi O'shirajin otish suntaqdan bo'lib, 1956-yili Aysapirdan qaytishida olamdan o'tgan. Oblimitning onasi 2 bolasini elib G'o'ljiga chiqib, tuqqanlar bilan jam bo'lgan. Yeshiga to'shmagan Oblimitni tog'asi Abdurimoxon tarbiyasiga olgan. 1960-yillarning o'ttirlarida G'o'lji shaharlik 6-boshlang'ichda o'qiyotgan Oblimit kapsizlikda donliq edi.
Ablimit uyga kirmigicha ko'nglim tinmaydi, deydi uni boqqan hammasi Elimxon. U ba'zida shapkasining chekiligini kayniga surayotgan holatda darvozaning oldiga kelib uyga kirmay turib oladi. Yugurib chiqib peshonlarini so'yib qo'lidan yetaklab uyga kirib oladi. U bir qitim palonchi urdi yoki men urdim deganda gaplarni qilmaydi. Lekin oilada birarimiz kelishmaslik uchirsak, parvona bo'lib ketadi. U meni ham ko'ydiradi, ham ko'yindiradi. To'liqsizning dastlabki yillarida o'qiyotgan Ablimit biror sivat olma ko'tarib, shanba, yakshanbalik bozorga chiqsa, foydasiga o'zining kitob daftarlarini setib ola oladigan bo'g'inidan boshlabla savdo ishlariga muhabbat bog'lagan. 1980-yillarning 5-idagi ishni echib o'tish to'lqinida u iqtisodiy sabga tunji bo'lib otlanganlardan bo'lib qolgan. U G'uljida, O'rta Osiyoda aylanib tijorat qilgan. Savdoda ba'zi yiqilgan, ba'zi tirilgan mablag'i oz-ozdan jug'lanib, ovib qilish bilanla o'qish puliga chiqinolmay, maktablardan majburiy chekinayotgan o'sha aqlli bolalarga muhabbat yetkazish planini tuzgan edi. Afsus. 1994-yili 6-oyning quyoshli bir atigini Abduvali Muqitning ishxonasi yenik chekildi. Kiram. Ishikda Ablimit xuddi 7 yil ilgirgidekla bo'ynigacha qizargan holda o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib turardi. 7 yildan buyon nomrod yetim bolalarimizni o'qish xarajati bilan yo'lash orzuyim o'chmadi. Aksicha oromimni buzibli keldi. Shu chaqda bolalarga atagan 40 ming yenni ayrim obrat qilsagan edi. Mana endi 400 ming yen bo'pti. Endi bu ishni kechiktirmayli, aka. Ablimit ko'zlarini Abduvali apandiga tikdi. U yana hayajonlangan edi. Lig'ildab yoshga to'lgan qo'ng'ir ko'zlari endi bu ishni zoda kechiktirmaydiganligidan bishorat berib turardi. Chunki uning vujudini ajdodlarning ma'rifini yo'lab, millatni taraqqiy topqizishdek esil udumi asr qilgan edi. U biladi. 1800-yillarning oxirlarida mushu yurtda bir turkum yoshlar Buxoro qatorliq donliq ilm markazlariga bilim izlab borgan. 1895-yili Abduvali Kamali Hazrat Terak mozordagi qo'rosida 9 sinflik maktab ochib, ayoli Buvaysha bilan qiz o'g'illar sinfi ta'sis qilib dars boshlagan bo'lsa, keyincha Abduvali Kamali Hazratning inisi Abdumata Ali Kamali Hazrat A'loboy masjidi yanida maktab ochib, bola o'qitishga boshlagan. 1903-yili Janobi Kanjiqum 3 darvozda 4 sinflik maktab ochgan. Turkiyada o'qib kelgan Husaynbek uni fanniy maktabga aylantirgan. 1909-yili Akuf Musaboyevlar Turkiyadan qaytib kelib, ili teri zavodini qurgan. Ehtiyoj tufayli texnik ishchilarni tarbiyalash maktabi ochgandan keyin texnik nurg'un Uyg'ur yoshlarining Sovet Ittifoqi, Germaniya, Turkiya, Misr qatorliq davlatlarga chiqib, ilm tahsil qilish to'lqini mushu zamonda qo'zg'algan emasmidi? Vatanga qaytgan Ma'sum apandi, Abdurahmon apandilar Ili Baytulloh masjidining yanida ilm bilim dernek maktabini ochib, fanniy bilimlar urug'ini chashgan edi. Nizam Aspari, Abdukerim hojimlar bu maktabni moddiy jihatdan kuchlik yo'lagan. Buningdan ta'sirlangan Rus, Tatar boylarmi orqa-orqadan 6 xususiy maktab ochgan. Ili zamanini qoplagan ma'rifga mablag' selish, ma'rif orqali millatni uyg'otish to'lqini Gomindangni cho'chitib etgan. Oshu ma'rifatparvar zotlarning ba'zilari xalqni ilm bilan qurollantirishga mablag' solganlik uchun Gomindang turmasiga qamalgan, hatto ba'zilari vahshiylarcha o'ldirilgan emasmi? Pulni, zaminni, aql farosatni emas, aziz jinini taqdim qilish badaliga milliy ma'rif tarixini yozgan otalar ruhi chin insonning qalbini larziga solmay qolamdi. Hissiyotsiz odamning azmat bo'la olishini xatoyin. Shodliqimi,
nafratimi chin ko'nglidan chiqadigan kishilarning vujudida ulug' ishlar uchun tinimsiz shovqin soladi. Bundaq chaqda oqqan issiq yoshlarni yoshirib o'tirishning hojati yo'q. Chunki o'sha issiq yoshlar hissiyotga boy insonning qalbida yangi, texnik kuchli to'lqinlar qo'zg'aydi. Shu chaqda urg'ugan hissiyot irodaga aylanadi. Shu chaqda oqqan har bir tomchi yosh bir orzuni, bir umidni, bir planni yaratadi. Ma'rifatparvar ajdodlar ruhi butkul ko'ngil olamiga hukmronlik qilayotgan bu insonning yoshga to'lgan ko'zi o'qishsiz qolgan yetim nomrod ma'sumlarning dilini bilim bilan yo'ritishga yoshlikni o'tayotganligini so'zlab turmamdi. Abduvali aka, qanday qilganda 400 ming yanni ul qilib qurmas buloq yasig'ili bo'la. Million pul bo'lsa tezli tugaydi-da. Bu savoldan Abduvali apandi ko'z oldidagi kishining yolg'iz milliy ma'rifga yordam qilish istikidagi tijoratchilar emas, balki yiroqni ko'radigan ilg'or idealik ma'rifatparvar kishi ekanligini ko'rdi. Undaq bo'lsa, ma'rif fond jamiyati qurayli. Taklif berdi Abduvali apandi. Shu chog'da uzilmas buloq qila olamiz. Nobel mukofot fondi jamiyatiga o'xshashmi? Abdumitning bayotin yosh to'lgan ko'zlaridan mana endi o't chiqib ketdi. Lekin mablag'imiz oz keladi-da. Buni ikkilan tangli his qilib qoldi. Orni jimjitlik bosdi. Ukam Abdumit, nishoningizning ulug'ligiga men qoyil bo'ldim. Fondi jamiyat qurishning amalini qilayli. Menmo barlig'im bilan bu ishga yordamlashishga rozi. Oldi bilan hukumatning ma'rif tarmoqlariga bir doklad sunayli. Tasdiqlansa, ondan mablag' to'plashning yo'lini qilamiz. Ishimizga diyorimizda bu ishni tushunadigan, bizga yordamlashadigan ma'rifatparvar kishilar hali ham ko'p. Peshqadam ma'rifchining bu chorasi ikkilanni parishonlikdan qutqizib, bu yo'lda yanada tirishadigan muhitga yetakladi. Doklad bitdi. Uningda Abdumitning orzusi munda yozilgan. Ili rayonidagi xalq tarixdan buyon ma'rifga ko'ngil bo'ladigan, ma'rifni qo'llaydigan, iyoni to'plab maktab boshqaradigan esil an'anaga ega. Navbatda islohot bizdan ma'rifga ko'yinishdek esil an'anamizni joriy qildirishni, ilg'orlikqa, go'zal atiga intilishdek davr ruhimizning kuchli bo'lishini talab qilmoqda. Men G'ulji shahrining bir puhrosi bo'lganligim uchun bu sharaflik tarixiy vazifaning bir ulushini bo'lsa zimmamga elib, milliy ma'rif subtining haqiqiy turda yuqori ko'tarilishiga uzun muddat madad berishni vazifam hisoblayman. Shunga G'ulji shahar ozod yo'li 267-nomerli qo'roni 220 ming yuan qimmatida, ko'lami 1189 kvadrat metr va 180 ming yuan naqd pulumni barliq rasmiyat bilan iyon qilib, G'ulji milliy ma'rif xolis fondi jamiyati qurish qaroriga keldim. Doklad qurilg'isi G'ulji milliy ma'rif xolis fondi jamiyatining nizomnoma loyihasi bilan qo'shib 1994-yili 7-oyning 30-kuni G'ulji shaharlik xalq hukumatiga yo'llandi. 9-oyning 14-kuni tasdiqlandi. Shunday qilib, millatning umid chirg'i bo'lgan ma'rif ishlarini olg'a siljitishga, dunyodagi eng ahamiyatli ishga pul chiqargan bu odam Tangri teg'idek ig'ir, ammo muqaddas bir yukni o'z ixtiyori bilan zimmasiga oldi. U ma'rifatparvar ajdodlar ruhini tirildirdi. Xolis fondi jamiyatini ijod qilib, bularga ul qo'ydi. O'zining taqlidiy inson, sun'iy inson emas, ijodkorlik ruhiga boy chin inson ekanligini tarix betiga o'ydi. Tasdiqlangan dokladni tutqunicha o'yg'ib atgan Abduvali apandi mushilala kitob puli, o'qish puli to'layanmaslik sababidan maktabdan chekingan
7 yosh, 14 yoshlik 1200 nafar bolani maktabga qaytarib kelish fursatining yaratilganligidan söyindi. Hech amal qilamagan edik. Ablimit barakallah. Abduvali Efendi xolis jamiyatining xizmatiga vujudi bilan bosh cho'kirdi. U ma'rif idorasidagi har kunlik xizmatidan tushish bilanla Ablimit bilan birlikda plan bo'yicha ilidagi ma'rifatparvar kishilar, iqtisodlik kishilarning uylariga, do'konlariga bordi. Xush kelibsizlar, ko'ngildagidek ish bo'pti. Bizda pul bo'g'ini bilan pulni ahamiyatli ishlarga xajlashga uyushtiradigan sarkimiz yo'q edi. Ma'rifdan pul aymaymiz, dedi yosh boylardan Mamtimin Tavakkul hojim. Albatta mablag' jug'lab ma'rifni yo'lishimiz kerak. Bir kechilik konsert uchun talay pul sarf bo'lyotidi. Bolalar bizning kelgusimiz tursa, dedi Sodiqjon. Abdurashid Qarajim, Abdushkur hojim 10 nechilagan kishi bu ulug' planning aktiv qo'lluqchilaridan bo'ldi. Bu fikir sal tasaddufiy tuyuldi. O'ylanib ko'ray, deganlarmi? Bir muncha odam birlashib bir jamiyatni boshqarsak, toza aplashmasmikin, deb ishonch qilmaganlarmi bo'ldi. Xayriyat 1994-yili 10-oyning illiq bir kuni G'uljidagi hukumat rahbarlari, diniy zotlar, puldorlar, ziyolilardan bo'lib 200 kishi Ablimit O'shirojim tayyorlagan so'ringa jam bo'ldi. Ili Milliy Ma'rif xolis fondi jamiyatining nizomnomasi, boshqarish chorasi o'ttirg'a qo'yildi. Ablimit O'shirojim 220 ming yan qimmatidagi qo'ro'jayning yer xetini 180 ming yan naqd pulni jamiyatga topshirib, oqisiga yonmay turiblar. Men 100 ming yan iyon qilaman. Bir bog'lam pulni ustalga qo'ydi Sodiqjon. Menmi 100 ming pulni naqdlashtirdi Mamtimin Tavakkul hojim. Menmi 100 ming. Unqatdi Abdurashid hojim. Men 50 ming. Men hozircha 30 ming. Men 20 ming. Men 15 ming. Men 10 ming. Ularning ochiq emgak tarihi, aql xo'ritishi badaliga kelgan bağlam pullari chat yoqlarda, shaharning hashamatli cho'ng ko'chalarida o'qishsiz tenab yurgan bolalar uchun maktabdan vaqtsiz ayrilib, eg'ir emgaklarni qilishga majbur bo'lgan dehqon bolalar uchun o'sniga to'lmay turibla bir erning oyoq ostiga bir parcha non uchun tashlanayotgan norasida qizlar uchun milliy ma'rifga iqtisoddan tahdid selayotgan qiyomatning pilchisini uzib etish uchun qilchi minnatsiz shadxo'ramlik, rozmanlik bilan üstü etizildi. Jami 1.500 ming yen, naqlashkini 1.270 ming yen deb e'lon qildi so'rin boshqaruvchi. Ashu xosiyatli kunda ashu bir to'p odam Ablimit O'shirojimning yetaklashi bilan nurg'un yosh va oqbosh onalarga topqinini qo'saqdan oshirolmay o'qishsiz qolgan farzandlariga o'zlariga o'xshashla kepini tizidan oshmaydigan dehqon bo'lishdan boshqa yo'l ko'rsanmay noiloj yurgan otalarga go'yo yo'p-yo'riq quyosh taqdim qildi. Boqqolchilik qilib 1.50 fonddan pul to'plagan oddiy yigitning yuragidan chiqqan o't Abduvali Efendining aql qo'shishi, ili o'g'lonlarining ajdodlarining shajarasiga vorislik qilib, ma'rifat yo'lda bir yoqidan bosh chiqarishi bilan kuchlik nur chambariga hosil qilib, ilmga tashnag'unchilarni doim baqqolchilik qilib 1.50 fonddan pul to'plagan oddiy yigitning yuragidan chiqqan o't Abduvali Efendining aql qo'shishi, ili o'g'lonlarining ajdodlarining shajarasiga vorislik qilib, ma'rifat yo'lida bir yoqidan bosh chiqarishi bilan kuchlik nur chambariga hosil qilib, ilmga tashnag'unchilarni doiraga oldi. Shu yili 10-oyning oxiri bo'lib qolg'achqa oliy maktabga menish oldidagi bolalar uchun kengri mulozimlik qilishga ulgurmadik. Ammo
emasken, sızıq qoyulmay qapdı. Şu yili 10-cı ayının axırı bo'lib qolğaçqa oliy maktabga meniş oldidagi bolalar uchun kengri mulozimlik qilishga ulgurolmadik. Deydi Abduvali apandi ayni chog'dagi ishlarni eslab. Biz darhol haliq o'qishsiz qolgan o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarini maktabga qaytarib kelish xizmatini qo'lga oldik. 800 bolaning faqat kitob puli to'layolmaslik sababidan chekinganligini aniqlab 80 ming yen bilan bolalarni maktabga qaytarib keldik. 9 yillik majburiy ma'rifning umumlashishiga xolis yordam berish bilan tashlangan tunji qadam Ili Milliy Ma'rif Xolis fondi jamiyatining qutlug' xizmatlarining boshlanish pallasi bo'ldi. Sapaga boradigan yo'l xeti. İjtimoiy umumning sapasi yek sapani manba qiladi. Shaxsning o'z sapasini yaxshilayanmasligi millat qiyomatining boshlanishidir. Xotiramdan. Hozir G'ulji shaharlik 7-o'rta maktabining Xanzu tili o'qituvchisi, kompyuter yetakchisi Yosinjon Uruq xuddi o'smirdek, bek oddiy, xuddi o'quvchidek. U dal Xolis fondi jamiyati qurilgan yili tabiiy fanlar bo'yicha oliy maktab imtihonidan o'tib, o'qishga qabul qilinganlik uqtirishini topshirib oldi. Uning yuragi tipchaklab ketdi. Ammo u og'zini cho'ng ichib cho'qqan salomladi. Yuragi tugman teshi bosgandek ig'ir tindi. U uqtirishni ehtiyot bilan qatlab, teraklik ko'chada tom yoqilib, maqsadsiz mengishga boshladi. Uning jismi shodlikdan mast bo'ldi. U shodlikning lazzatini shovqinsiz his qilishga majbur edi. Ohoy, Urumchida o'qiydi ekanman. Ilohim ko'k ko'zning naqshlaridan nomini olgan talki tog'lardan o'tadi ekanman. Sirliq sayram bo'ylarida botir ajdodlarimizning izini hitlayman. Sayramning pok suyiga qarab, cho'qim yaxshi o'qishga qasam qilib o'taman. Yo'q. Tuyuqsiz bir qor qo'yun kelib, yer jahonni yolmab qochgandek, uning shirin xayollari 7 qat osmonga uchdi. O'qish puli qanchadir? Onam, singlim Chu. Yosinjonning oldida o'tkili bo'lmaydigan hong, söygili bo'lmaydigan yor, yetkili bo'lmaydigan manzil paydo bo'ldi go'yo. Oyoq ostidagi yerim sarg'aygan yo'pirmoqlar bo'sh shildirladi. Xuddi Yosinjonning azobdan to'xtab qolay degan tiniqlaridek. 4 yil doktorxonada yotgan ota oilani iqtisodiy jihatdan so'rayapti. Yosinjonlar qo'rosini sotdi. Mo'misining qo'rosini sotdi. Ota saqaymadi. Oxiri uyda bir poch kegiz bilan qozonliq qoldi. Uyning to'riki baribir o'rildi. Yosinjon 8-sinfga ko'chgan edi. Ko'ngil so'raydiganlarning oyog'i uzilib edi. Jut yig'ib turgan kulbida yosh ona 3 bolani bag'riga besib qoldi. Bo'lmadi. Qo'saq ostdan non ketadi. Maktabdan qolsa istiqbol tamom. Amdili 14ning qorasini olgan Yosinjon onasi bergan ishkuyonni elib bozorga chiqib tijorat qilmoqchi bo'ldi. Ishkuyonga nima keladi? Ichkirak 2 non. Yaxshiroq bir cho'qimuz. 2 qocha lampun. Yarim qocha suyqash. Yozliq ta'til kunlari G'uljining havosi bek tinchiq bo'lib ketadi. U bir kun kechgacha chiliq-chiliq terlab ketgan olqinida ishkuyonni siqimdab bozorda yurdi. Butun oila qarashliq turgan ishkuyonni yeniklik bilan qo'lidan chiqarishga bo'lmaydi-da. Kech kirdi. U uyga kiribla sovuq suvni to'yg'ich ichdi. Ko'zlarini mo'ldiriltib turgan singlisimi, onasimi un chiqamay tomga qarab yotdi-da, qalpoqlarini tishladi. Toki ko'kargicha. Qachon uxlab qoldikin tong?
Yalsıncan ko'zini ochganda sahar soat 4 mezgili edi. U tönügün bozorda qo'lqo'ga tushgan uchur bo'yicha Udul to'qimachilik fabrikasi oldidagi Ko'ktat top bozoriga bordi. Ishkuyanga 10 kilo pedigan elib, fabrikaning oldidagi Ko'ktat parcha sotuvchilar qatoriga tizdi. Oradan 4-5 soat o'tgandan keyin uning pediganlari tugadi. Pulni sanab beqib edi, to'p-to'g'ri 1 yuan pay topdi. U yaqinqi 2 haftadan buyon tunji qetnim bilinar-bilinmas yejib qo'ydi. Yalsıncan Ko'ktatchi bo'lib qoldi. Ta'til to'shdi. U yanala tong sarda Ko'ktat bozoridan to'p bahoda Ko'ktat ilib, tizib tayyorladi. Onasi yetib kelishi bilan o'zi maktabga yugurdi. Yoz tugab qish kelib edi, yana yerim osh kunlar boshlandi. Yalsıncan shaxsiy qizichilarning zavodiga kirdi. U qishicha sovuq sexda, sovuq suvda 3 oy yodi. 3 oydan yog' seyirdi. Uning yumron qo'llarini naylon yib tilib etdi. Lota oyog'ining to'shigidan suv kirib michildab ketdi. Kuniga 10-11 soatlab ishlab topgan 3 yuan qon tepchirib turgan olqiniga tushgandala vujudi illig'andek bo'ladi. O da 3 yıl qiyzixonada ishlagandan keyin u kuniga 15 yuan topa oladigan bo'ldi. Shu pullar bilan u uyini boqdi. O'zining singlisining o'qish rasxodini to'ladi. Ammo rahimsiz turmush Yalsınjanning ma'sum chiroyiga umrlik tamg'isini bosdi. U osonlikcha kulanmaydigan bo'lib qoldi. Oyoq ostidagi yopirmoqlar to'xtamay sildirlaverdi. Xuddi Yalsınjanning yonchiqidagi o'qish chaqiriq qog'ozini silayotgan qo'llaridan chiqqan ovozlardek. Yalsınjanning onasi Tunsagul guldek cho'kan edi. Mush yillardan buyon uning ko'z chanoqlari qoridab ketdi. Qo'llari o'tundek qotdi. Shiradagi oxirgi bir tishlam nonni Yalsınjanning og'ziga silib, uyqusiz o'tkazgan kechalarini aqlli Yalsınjan talay qatim sezib oldi. Ana, bo'ldi, maktabga bormayman endi. Yalsınjan yurakidagi bilim ishtiyoqini majbur besib, onadan iltimos qildi, natchirat. Yo'q, men o'qiyolmagan. Sening o'qishsiz kelishingni xohlamayman. Qara bolam, ahvolimiz xeyli yaxshi. Deydi ona yaxshi so'zni amal va tabiiy chiqarib. Hamma ish o'tib ketadi, qo'zam. Seni o'qitmasam dadamga, o'zimga, sangam yuz kelanmayman. To'xta. Yana bir amal topay. Ha, mana. Sen dersing takror qilib turguncha, men Navoiyning nenini yiqishib bersam ozroq haq olalayman. Mana, sen kitobingni ko'rib tur. Men o'zimiz noy yiqib sota olaymizmi, yo'q, ustalar bilan maslahatlashib ko'ray. Ana yoshligini to'p-tumanlarda, höpildab issiq ko'tarilib turgan to'nir beshida chelak-chelak yundi ko'kib bellarini rostlayolmay xiyolga botgan avras beshida o'tkazdi. Bolalar oldida u o'zini optopdek ochiq yo'riq tutatdi. O'qinglar, yaxshi o'qingan bolalar mening emas, deydi. Oyoq ostidagi yerim sarg'aygan yopirmoqlar Yalsınjanga o'qigan bola yaxshi bola, o'qi deb shivirlaydi go'yo. Yalsınjan yuzini ko'ydirib tushayotgan ochiq o'nchilarni zardi bilan surtdi. Uning o'riq badanidan yangroq sado oxir chiqib ketdi. Mening o'qug'im bor. Daraxt shoxlaridagi qushqashlar purrida qilib uchib ketdi. Tunsagulning qo'lidagi chaqiriq qog'ozi titraydi. Senin bolam, o'qishing kerak. O'qitaman seni. Deydi u qayta. Ammo uning ovozi tashlab ketdi. Nereden pul topamiz?
Ertesi atrofni o'tda qizdirib quyosh ko'tarildi. Yosinjon onasi bilan birga tuzgan planini muallimga yetkazishga oldirdi. Urumchiga boramayman, G'uljida o'qay. Shu chaqda ham uyga qarab, ham bilim olalaydiganman. Mutallib muallim ona bola bilan uzoq maslahatlashdi, chora izladi. Yosinjon oxiri Ili oblastlik radio televiziya universitetining Xanzu tili kasbida o'qiydigan bo'ldi. Pul masalasi kelsak, yangi qurilgan xolis fondi jamiyatiga iltimos qilib ko'ringlar. Ular cho'qim bag'riga oladi. Sizlarning ahvolingiz bu darajada tursa, xolischilar oliy maktab o'qitishini olgan, ammo puli bo'lmag'achqa o'qishsiz qilish xavfiga duch kelgan tunji o'quvchini qizg'in kutib oldi. Bo'ladi, dedi Abduvali muqit kesibla. O'qish xarajatingizga yetgudak o'simsiz qarz beramiz. Belgilama bo'yicha xizmatga chiqib 1 yildan keyin bo'lib qaytarsangiz bo'ladi. Mana qarang. Kishilar istiqbolini irodasiga, tirishchanligiga, tadbirga tayanib yoritadi ekan-a? Taqdir deb o'ziga tasalli berib, taqdir deb o'zini qo'rqinchoqlarcha oqlab o'ltirgan bo'lsa, ona bola ishkaylan xolis jamiyatining bo'sog'isiga bora oladigan yo'l xiti, o'qish chaqiriq qog'ozi ola oladimi? Ona, men texnik ishlayman, tirishib o'qiyman. Men qanchalik javob bo'lsam tortishga rozi. Deydi Yosinjon uyning ichida onasiga soydek agishib. Yoshlik. Go'zallikning barliq siri uning hamma narsani zimmasiga elishga qodir ekanligidan emas, balki hammani qila olayman deb o'ylash imkoniyatiga ega bo'la olganligi ekan-a? Oprin. Tan ruhiyatiga hokimlik qilgan xolischilarga oprin. Ular to'plagan mablag' Nobel mukofoti mablag'idan bek oz bo'lgani bilan mushu ziminda, mushu avomning o'z safosini o'stirishi, katta ishlarni vujudga chiqarish uchun zamzam bo'ldi emasmi? Shu kuni Yosinjonga dunyo bek go'zal, hayot shuncha shirin tuyuldi. Kundalik xotirasiga yo'q, qalb xotirasiga yozdi. Men nima degan baxtlik. Xolischilardek to'rikim bor. Men texi yosh. Kelajagimni go'zal qilib yoritish iqtidorim bor. Atrofimdagi kishilar nima degan mehribon. Pishon. Mo'ng'ulkira nahiyasining Shoti yezisida 3 viloyat inqilobi vaqtida qurilgan To'xtoy maktabdan boshqa maktab yo'q edi. Xolis fondi jamiyatining qurilganligi va 1994-yildan boshlab o'quvchilarga iqtisodiy yordam berayotganligi haqidagi xabarlar axborot vositalarida e'lon qilingandan keyin shotiliklar o'ltiramay qoldi. Hoy, Oblimi To'shirojim ismli yosh bolaning boshlamchiligi bilan shuncha bolalarimizning o'qish, bilim olish orzulari qinibdi. Biz 1940-yillardan qolgan bir maktabni yangilab sololmaymizmi? Öz ballarımızın g'amini o'zimiz qilmaysa, yana kimni saqlaymiz? To'xtoy maktab rahbarlari ma'rifatparvar kishilardan guruh qurib chiqdi. Xuddi 1940-yillarda G'uljida Otalar komiteti qurgandek. Guruhga xolis fondi jamiyatiga maslahat so'rab bordi. Abduvali apandi boshchiligidagi mudiriyat hay'atlari bu ishga astoydil qaradi, plan ko'rsatdi, maslahat berdi. 5 million pulni taqdim qildi. Shotiliklarni o'zi yashayotgan kishilarda ular tavrabli ketdi. Maktabni yangilig'idek, muni qo'yni iyon qilay deyman. Yaroq qo'yni tanlab mangdi chorvachi. Bolalarimiz ozod muhitga erishil bo'ldi. Muni pulni ep mangdim. Deydi tijoratchi. Men bu mash yordam qilay. Kosafat Mo'ng'ulkirada qishning sovuqi xeyli bor. Mashchi orvig'i mash pesib mangdi. Voy, muni kanaylarni qo'shib ol. Deb mashchini to'xtatdi, qo'shni do'kondagi tunukichi. Shoti maktabi yangilab selindi. Ota
Otlar xush, narsidilar texmi xush. O'qituvchilar yashirib ketishgandek. Sho'tiliqlar shu ishdan keyin haqiqiy insonga o'xshagandek yeniklab qilishdi. Chunki ular his qildiki, ularning tomirida xolischilarga o'xshashla ma'rifatparvar ajdodlar qini ilmi ahmoq ekan. Tarbiyasiz inson sharaf va kamolatdan mahrumdir degan ekan Shayx Saydi degan zot. Xolischilar to'liq maktabni bitirib, oliy ma'rif bo'sug'isiga yetishganda, puldan bo'yni qisilgan bolalarning oliy tarbiyaga erishishi, kamolatga yetishiga palampay bo'ldi. Ammo otasiz, onasiz nomrod o'smirlarchi. Ularning kamolatga yetishi u yoqda tursin, odatdagi tarbiyadan mahrum bo'lishi, ya'ni qaysi bir chin insonning vijdonini azobga solar. Xolis fondi jamiyatining qurilishi ham ma'rifatparvar Oyxon onaning ham avlodlar uchun zulmga qarshi tig' ko'targan Sodir polvonning qadam izi tushgan Qozonchi mahallasida tug'ilib o'sgan Nurtay Iskandarning oromini buzdi. U yetimlarga mas'uliyatli xizmatni zimmasiga olmoqchi bo'ldi. U xolischilarning qo'llashi, maslahat berishi, moslashishi bilan barliq pulni o'z yenidan chiqarib, Ili daryo bo'yida jannatdek muhiti bor o'qitish, yotoq, tomoq, tozliq uylari yurislashgan Nurtay Yojim yetimlar maktabini qurdi. Endi 40 yoshning qarasini olgan Nurtay tunji turkum qabul qilingan 60 bolaning otasi bo'lib qoldi. Ma'rifatparvar ililiqlarning avlodlari tushma-tushdan bosh ko'tardi. Ular millatning safosini ma'rif orqali o'stirish to'lqinini qo'zg'adi, avjiga ko'tardi. Ma'mudmin tavakkilojim foydani emas, avlodlar tarbiyalashni asosiy maqsad qilgan farishta yaslisini qurib, bolalarni ma'sum vaqtidan boshlabla sistemalik tarbiyalaydigan yana bir ma'rifat bo'shigi barpo qildi. Qurmas buloq. Agar sen haqiqiy inson bo'ladigan bo'lsang, xalqning g'ami bilan kor bo'lmaganlarni odam dema. G'ulji Milliy ma'rif xolis fondi jamiyati qurilib, xosiyatli 7-yilga qadam qo'ygan 2000-yili go'zal kuz kunlarining biri. Vanqadir Beg'aning udulidagi Oblimetosher xolis ajim binosining 4-qavatidagi jamiyat ishxonasiga bolalarni yetaklagan otalar, onalar yana liq to'ldi. Abduvali apandi endi bu jamiyatning otalaridan biri. Keling, o'rindiqqa keling. U dalaga to'g'ilib, etizli yashagandek optopda kuyib, qordab ketgan, putiga uchi yirtilgan seriqlota oyoq, ustiga kuyib, yuyilib, rangi o'sgan jigarrang chopon ishton kiygan 60 yoshlardagi dehqonni izzat ikrom bilan kutib oldi, hamda uning yanadagi egiz bo'yliq, noyat oddiy, ammo pokiz kiyingan qizning qo'llaridan o'q chaqiriqnomasi va boshqa materiallarni oldi. Uni tafsiliy ko'rgandan keyin oldin ko'paytib tayyorlangan to'xtamnomidan birini olib, bo'sh o'rinlarni to'ldirdi. Dehqon qizi olqonlarni qadoq bosgan, chaq-chaq yerilgan qo'llarga qalam olib, u sungan to'xtamnomiga imzo qo'ydi. Mana qizingizning o'qish puli. Pulni sanab bo'lib dehqonga sundi Abduvali apandi. Dehqon ayminibgina pulga qo'l sozdi. Qizning taqdirini o'zining taqdiriga o'xshamaydigan bir nishonga boshlaydigan bu bir siqim pulni qo'liga olganda dehqonga nisbatan noyati ko'p hisoblanadigan bu pul uning qo'lini besib ketgandek tasga serildi. Rahmat. Cho'ng mushkulimizni oson qildingiz. Bu shaxsiy ishimiz emas. G'ulji xalqining umidi yoshlarda. Yoshlar bilim egilishi, siz va biz qilolmagan nurg'un ishlarni ishlash kerak. Qizingizga tirishib o'qish haqida ko'proq tarbiya bering. Abduvali apandi gapini tugatib, navbatdagi o'quvchiga qaradi. Xolis fondi jamiyati 7 yildan buyon oshu tahlilda xizmatini qat'iy davomlashtirdi. Jami 421 o'quvchining oliy maktablarga o'simsiz qarz bilan
6 o'quvchini Amerika, Yaponiya qatorliq davlatlarga 35 ming yuandan 10 ming yuangacha xarajat berib uzatdi. 1995 yildan boshlab tabiiy, ijtimoiy fanlar bo'yicha bir tutash imtihonda natijasi 1-dan 3-gacha bo'lgan o'quvchilarni naqd pul bilan mukofotladi. Ili o'smir futbolchilar komandasini iqtisod bilan yo'ladi. Pul qarz olgan o'quvchilar xolis jamiyatning kutganidek natija yaratdi. Mas'uliyatchanlik tuyg'usidan tirishib o'qib, 1998 yildan boshlab 2000 yilgacha to'xtam bo'yicha qarz olgan puldan 116 ming yuanni qaytarib, buloqqa qo'yib, keyingilar uchun imkon yaratdi. El ichida xolis hojim nomi bilan tanilgan Ablimit Oshur, kelgusi avlodlarning g'amini yeb tuzgan planini yurtdoshlarning qo'llashi, aql ko'rsatishi bilan oxiri qurmas buloqqa aylantirdi. Uning buloqni barpo qilish jarayonidagi tirishchanligi, pul tepish jarayonidagi tirishchanligidan eshib ketdi. U pulni sijil unum beradigan joyga ishlatib, maqsadiga yetdi. Ablimit Oshurajim, pulni menga Alloh berdi, xalq berdi. Men bu pulni joyiga ishlatdim deyalaydigan o'g'il bolalardan bo'la oladi. U qo'liga sham emas, mash'al oldi.